Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, biz kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Bugungi sizlarga obzorda drabilkalarimiz yangi partiyalari yetib keldi. O'shalar haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Video boshida tushuntirib qo'yamiz. Manzilimiz Toshkentda Izza bozorining oldida. Videomiz skladda olib boryapmiz hozir. Ikki xil drabilkamiz kelgan. Alligator drabilkalarimiz keldi. Uzunligi 1,5 metr, toza 1,5 metr chiqadi. Xo'p, o't maydalash uchun har qanday o't mahsulotlarini maydalash uchun mo'ljallangan drabilkamiz kelgan. Zavodskoy Xitoydan keladi. Ko'rishlaring mumkin. Bunaqa drabilkalar sotuv ko'payib ketdi. Har xil turlari bor. Bunaqa drabilka oladiganda qayerlarga qarab olish kerak? Birinchi o'rinda baquvvatligi, listiga qarab olinglar. Sababi buni oddiy tunukaga o'xshagan listlar ham chiqib ketdi. Bu qovurg'ali, o'sha qalin variantidan. Ikkinchisi, albatta pichog'i original pechatli pichoq bo'lishi kerak. Uchinchisi, motori kichkina motor emas. Ko'p joylarda sotilyapti 3 kilovat, 2,5 kilovat, 2,2 kilovat motor bilan sotilyapti. Ishlataveradi. Ko'proq o't tiqsangiz tiqilib qoladi kichkina motor. Bunga hozir 5,5 kilovatli motor qo'yib qo'yganmiz. To'g'ri, tokni sal ko'proq tortadi. Endi to'g'ri kechgacha tindirmasdan ishlatsangiz tokni ko'proq tortadi, lekin aytilgan effektni beradi. Ya'ni tiqilib qolmaydi, ko'proq maydalab beradi. Kadrni yonida olaman drabilkamizni to'liq ko'rinishini ko'rib olishlaring uchun mana akalar. Uzunligi bunaqasi 1,5 metr chiqadi. Ikki xil model kelgan, faqat o't maydalaydi. Bu don maydalamaydi. Xo'l quruq, somon beda, hozirgi kunda makka jo'xorilar pishdi, sotasi bilan ham maydalasalaring bo'laveradi. Kombayn darajasida silus qilib beradi. O'zi lentasi bor, ya'ni tortib olib kirib ketadi. Ko'rishlaring mumkin. Somon chiqarasin, beda chiqarasin, og'zi ham eng kattagina qo'yib qo'yilgan. Sosangiz o'zi tortib ichkariga olib kirib ketaveradi. Xo'l quruq o't tanlamaydi, aytib o'taman. Yana hech qanaqa o't tanlamaydi. Mosh, press, pohol maydalayverasiz. Don maydalamaydi, lekin don maydalash uchun mo'ljallanmagan, faqat o't maydalaydi. Pichoqlarga keladigan bo'lsak, kalyonni pichoqlardan qo'yilgan, ichidagi pichoq sistemasini ko'rsatib beramiz. O't kiryapti bu tomondan. 6 ta original pechatli pichog'i bor, mana yozuvlari bor. Xitoy zavodskoy drabilka, 6 ta pichog'i bor. Bundan tashqari oldida qo'shimchasiga 50 ta pichog'i bor. Ofshi 56 ta pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Skoroslari bor. Xohlaganlarga 0,5 santimetrgacha maydalasangiz bo'ladi, xohlaganlarga yirikroq qilib maydalasalaring ham bo'laveradi. U xohishingizga qarab, ya'ni mayda qo'l qurib qilaverasiz. Ya'ni changamaydi ham, eng katta nimasi plus somoni boshqa drabilkaga o'xshab chang chiqmaydi bunda, akkuratni maydalab beradi. Xo'p, ikki xil modeli bor. Nimasida farqi bor degan klientlarimizga bunisi bilan buni farqi, hamma joyi bir xil, motorli, pichoqlari, hamma sistemasi bir xil, faqatgina bitta farqi tepasida bunkeri bor. Bu bunkerning vazifasi poliz ekinlari, sabzavotlarni maydalayapsiz. Bu tomondan sabzavotlar joylashmaydi, kirmaydi, ya'ni shuning uchun tepadan tashlasangiz bo'laveradi. Mana shu bunkerida farqi bor xolos. Qolgan joylari hamma yo'g'i bir xil, uzunligi ham, og'irligi ham, zavodi ham bitta joydan olinadi. Даже motorlarigacha bir xil bo'lyapti. Narxiga e'tibor beramiz. Narxi albatta qiziq. Bu drabilkamizdan soni 20 donacha qoldi mana. Bu tomon turibdi. Bir 20 donacha qoldi. Tepasi ochiq variantlari, bunga bunker qo'yiladigan varianti, yopiq varianti shu oddiy drabilkamiz mana. Skladdamiz, optim joyi. Kimga qiziq bo'lsa, narxiga keladigan bo'lsak, narxlari hozirgi kunda atrofda 5,5 million so'mgacha sotilyapti ushbu drabilkalar. Mana bu drabilka ayniqsa 5,5 million sotyapti ko'p joyda. Bizning do'kondan kim xarid qiladigan bo'lsa, bunkerli variantini 4 million 700 ming qilib beramiz. Bunkeri yo'q variantini 4,5 million so'm qilib beramiz. Ya'ni 200 ming so'm qo'shilyapti. Tepasi kerak emas menga, yo'q menga sabzavot maydalamayman desangiz, mana bu variantini oling, zo'r variant. 4,5 millionga 4 million 700 ming so'm chiqyapti. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, bir bog'i bilan sig'adimi, bog'i bilan poyani tiqib olsak bo'ladimi degan klientlarga ushbu drabilkalarda siz istagan motor bilan qilib beramiz. Ya'ni kim tokingiz past bo'ladigan bo'lsa, uyingizda yoki tok umuman bo'lmaydigan bo'lsa, xohlasangiz benzinli motorimiz ham bor. Benzinli motor bilan uстановка qilsangiz ham bo'ladi.
Xohlasangiz agar kimda uyida 380 ya'ni 3 fazali motor bo'lsa, 3 fazaga sharoit bo'lsa, 3 faza motor ham qo'yib beraveramiz. Xohlaganlarga обычный uyda razvedkasi ishlataman desa, o'zida turgan 5,5 kilovatli motor bilan ham bemalol qiynalmasdan chiqaraveradi. Har qanday aytib o'tgan uchala motor bilan olsangiz ham narxi o'zgarmaydi. Xohishingizga qarab motorni almashtirib beramiz. Pulida razница bo'lmaydi. Narxlarni yana bir qator tushuntiraman. Bunkerli variantini 4,700,000 ming chiqadi. Bunker yo'q varianti 4,5 million so'm chiqadi akalar. Bu internetlarda ko'rib turgan multfilm drabilkalardan emas. Listlarigacha, pichog'igacha, motorigacha usulini qilingan, juda ham qalin. Oyoqlari ham shvellerdan qilingan, juda ham baquvvat drabilkamiz hisoblanadi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Dastavka Toshkentda bizniki, Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan kimda kim olmoqchi bo'lsa, rayon bo'lsa, rayon, shahar bo'lsa, shahar sentriga 200 ming so'm atrofida yo'l kira qo'shiladi, shopirlab olib beradi. Soni kam 20 dona qoldi. Kimga qiziq bo'lsa, ulgurib qolinglar akalar. Bitta drabilka emas, boshqa tovarlar ham kerak bo'lsa, motabloylar, mana bunaqangi karcherlar, drabilkalar, boshqacha variantlari, kimga agrotexnika sohasida nima texnika kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, optim narxlarda qilib beramiz. Drabilkalarimiz soni cheklangan, mana shu drabilka tugaguncha amal qiladi. Ya'ni 4,700,000 so'mga 4,5 million so'mdan qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar ishlash jarayoni kimga qiziq bo'lsa, Telegram orqali yozsalaring tashlab beraman yoki-da kanalimizga obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda to'liq videosi bor. O'tkir qilgan videolarni ham qo'yamiz, bemalol kirib olsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bitta like tayamisizlar, salomat bo'lasizlar.